Ha, bo'ldi o'rtoq, ishxonani yopdim. Xullas, hali ham o'sha yerdamisanlar. Ruxsat so'ralaring hammang. Xotin quliga ham aytgan, u xotinidan ruxsat so'rab olsin. Bo'ldi, davay, o'sha yerda ko'rishamiz. Ha, bo'ldi. To'xtab tur. Hozir qilib yuboraman. Oy! Bular ham vashshi o'zidan ketib qolgandek bor-u. Hozir chiqsin, ko'rsataman. Mata qiyin kasallarni. Aha, bo'ldi. Hozir qilib yuboraman. Nimaga sen birovni joyiga matohingni tashab ketyapsan? Menga qara. Senga gapiryapman-ku. Ustimdan kulyapsanmi? Eshitmayapsanmi gapimni? Izdivatsiya qilyapsanmi odam ustidan?